Assalomu alaykum. Ikkinchi modul birinchi darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bu darsda siz bilan backlinks mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, backlinks nima? E'tibor berish kerak bo'lgan narsa nima? Links, ya'ni bu asosan page'larni qayerda mention qilganimizga oid funksiya hisoblanadi. Endi oldingi darslarga qaytayotgan bo'lsak, biz sizlar bilan mention darsida vaqtni belgilashimiz mumkin edi. Biror bir shaxsni, o'sha Notion akkauntimizda bor biror bir shaxsni yoki biror bir pejni Notion bir boshqa bir qismida mention qilishimiz mumkin edi. Bu aynan backlinks funksiyasi pejlarga tegishli bo'lib, biror bir pejni qayerda mention qilganingizda o'sha pejni ichida ko'rsatib turadigan funksiya hisoblanadi. Hozir qanaqadir tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin sizlarga bir namuna tayyorlab qo'yganman. O'sha namuna orqali ko'rib chiqamiz va barchasi tushunarli bo'ladi. Endi yana bir qo'shimcha qilib aytib o'tishimiz kerak. Backlinks bizga nimaga kerak bo'ladi? Katta proyektlar bilan ishlayotganda yoki Notion'dan to'liq butun hayotimizdan har bir qismdan foydalana boshlaganimizdan so'ng bizda ma'lumotlar ko'payib ketadi va ana shu ma'lumotlarni hammasini bir-biri bilan integratsiya qilgan holat, bir-biri bilan bog'liq tarzda biz ishlatamiz. Masalan, ishingizda birinchi bo'limni, masalan, moliya bo'limida bajarayotgan ishingiz marketing bo'limiga qanaqadir tegishli bo'lishi mumkin. Sotuvdagilar qanaqadir yana marketing yoki marketingdagi qanaqadir vazifa sotuv bo'limiga yoki umuman shaxsiy hayotida, masalan, biror bir shaxsiy rivojlanish bilan bo'lgan jabhangiz qaysidir kitobni o'qib boryapsiz, o'sha kitobni page qilib Notion'ga kiritib boryapsiz. O'sha kitobdagi ma'lumotingiz qaysi shaxsiy rivojlanish bo'limiga kerakli bo'lishi mumkin, uni mention qilib foydalanishingiz mumkin. Mana shu, ya'ni Notion'dan barcha ma'lumotlaringiz bir-biri bilan bog'liq holda foydalanish uchun bizga backlink funksiyasi yordam beradi va bu orqali biz ma'lumotlarni tezda topish, ularni qayerda mention qilganimizni bilib olishimiz mumkin. Demak, asosiy proyektlar page orqali misol sifatida ko'rib chiqamiz. Masalan, siz e'tibor qaratishingiz mumkin. Asosiy proyektlar deb umumiy nomlangan asosiy proyektlar ichida 3 ta proyekt bor. Proyekt A, proyekt B, proyekt C. Ya'ni umumiy tasavvur qilib ko'ring, 3 ta proyekt boshqaryapsiz. Proyekt A ni ichiga kirdingiz. Proyekt A nima haqida ekan? Amerika YouTube orqali daromad qilish. Buni hammasi misol tarzida kiritilgan, tushunarli bo'lishi uchun. Amerika YouTube orqali daromad qilish kursi. Endi bu yerda sotuv degan pozitsiya, sotuv plankasi yozilgan desa ham bo'ladi. Endi bu yerda biz e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan mana past qismida joylashgan. Daromadlar bo'limini ochish kerak va bu orqali barcha proyektlardan qancha daromad qilayotganimizni ko'rib boramiz. Endi sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Agar Notion mana shunaqa oddiy foydalansangiz, sizga mana shunday savol paydo bo'ladi. Qanday? Qayerda daromadlar bo'limini ochish kerak? Endi siz masalan mana bunaqa misol qilish mumkin. Endi qarang. Asosiy proyektlar pejda daromadlar bo'limini ochish kerak. Mana bunaqa holatda yozishingiz ham mumkin. Lekin siz Notion boshqa siz uchun yaxshi qulaylik yaratgan. Buni qanaqa qilamiz? Endi qarang. Asosiy proyektlar pejida demaymiz. Biz o'rniga mention darsda ko'rib chiqamizda adddan foydalansak bo'ladi. Masalan, adddan foydalanib mana asosiy yozsak, asosiy proyektlar chiqib keldi o'ziga. Asosiy proyektlar chiqib keldi yoki masalan qarang, asosiy proyekt orqali qilib mention qilishingiz mumkin yoki undan tashqari tekisroq qavs deydimi, nima deb nomlash bilmadim. Mana shuni 2 marta bossangiz, aynan page'larni mention qilishda ishlatiladi. Mana e'tibor berish mumkin, faqatgina page chiqdi. Tepada people turibdi, bizga hech kim bo'lishini ko'rsatmadi, lekin aynan page'larni mention qilish uchun mana shu funksiyadan foydalansangiz bo'ladi va mana bu yerdan asosiy proyektlarni belgiladik. Qarang, asosiy proyektlarda daromadlar bo'limini ochish kerak va bu orqali barcha proyektlardan qancha daromad qilayotganimizni ko'rib boramiz. Endi orqaga qaytamiz. E'tibor berishingiz mumkin. Mana bu yerda backlink paydo bo'ldi. Mana backlinkni bossak, proyekt A deb turibdi. Ya'ni mana shu asosiy proyektlar bu alohida page. Mana shu page'imizni qayerda mention qilganimizni bizga ko'rsatib turadi. Mana bossak, ularning ro'yxati bo'ladi. Mana proyekt A ni ichiga kiramiz, bizga highlight qilgan holda ko'rsatadi. Endi bu vazifasini bajarib qo'yamiz. Misol uchun mana umumiy daromadni bitta page ochamiz va uni tushunarli bo'lishi uchun qisqa tezda bir anaqa qilib qo'yamiz. Icon qo'yib qo'yamiz. Mana aka. Endi yana davom etamiz. Proyekt B ni ichiga kiramiz. Bu yerda o'qib ko'raman. Bu proyekt B investitsiya loyihasi. Mana investitsiya loyihasi. Olingan 100% foydani ushbu loyihaga investitsiya qilamiz. Bu yerda nima narsa bildirilgan? Mana proyekt A dan olingan 100% foydani ushbu loyihaga investitsiya qilamiz. Endi bu yerda ham biz nimadan foydalanamiz? Mention funksiyasidan foydalanamiz. Proyekt A ni bosamiz. Proyekt A dan olingan
100% foydani ushbu loyihaga investitsiya qilamiz. Endi barcha tushgan daromadlarni yangi pejida kiritib boramiz. Qarang, barcha tushgan daromadlar yangi pejga kirib boramiz. Endi bizada yangi pej emas, buni alohida hozirgina sizlar bilan ochgan umumiy daromad nomli pejda kiritib boramiz. Buning uchun endi yana add bilan mention qilsak bo'ladi. Adddan hozir foydalanib ko'ramiz. Umumiy daromad pej chiqdi. Belgilaymiz. Daromadni kiritib boramiz. Endi yana davom etamiz. Masalan, Prexi bizga yangi keladigan biror bir loyihamiz ekan. Coming soon deb turibdi, tez orada bo'ladi bu. Endi qarang, analiz qilish kerak va analiz natijasi asosida yangi proyekt boshlanadi. Bu yerda nima narsa deyilmoqchi? Proyekt A va proyekt Bni analiz qilish kerak va analiz natijasi asosida yangi proyekt boshlanadi. Endi biz bunaqa oddiy yozishlardan voz kechamiz va noshindan yaxshiroq funksiyalardan foydalanamiz. Bu yerda nima qilamiz? Add bosamiz. Proyekt A va qausdan foydalanamiz bu safar. Proyekt B ni analiz qilish kerak va analiz natijasi asosida yangi proyekt boshlanadi. Endi mana ham har bittasini tekshirib chiqamiz. Mana asosiy proyektlar peji, bu yerda bitta backlink bor. Proyekt A ni ichida bu mention qilingan. Endi masalan proyekt A ni ichiga kirdik. Proyekt A da ikkita mention bor ekan. Backlinks ikkita. Proyekt C da, proyekt B da. Mana ko'rish mumkin. Proyekt B ni ichiga kirsak, mana proyekt A dan olingan 100% foydani ushbu loyihaga investitsiya qilamiz. Orqaga qaytamiz. Orqaga qaytsak, proyekt A da ikkinchi backlink bor, C ichida. Mana proyekt A va proyekt C dan analiz qilish kerak va analiz asosida proyekt boshlanadi. Menimcha sizga ancha tushunarli bo'lyapti. Mana umumiy daromadlarni ham backlink bor. Proyekt B ni ichida buni mention qilganmiz. Endi bu narsadan nima bilishimiz mumkin? Biza har bitta pejni qayerda ishlatganimizni, ularni bir-biriga hatto qarang, shunaqa imkoniyat bor. Bir pejni ikkinchi joyda mention qilishni belgilash imkoniyatini beradi va o'zi avtomatik holatda bu pejni qayerda mention qilganini sizga ko'rsatib turadigan funksiya hisoblanadi. Dars sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Noshundan ko'proq foydalanish boshidan ko'proq ma'lumotlarni kiriting va doimiy mana shu funksiyalardan foydalaning va samaradorligingiz va daromadingizni oshirishga juda katta yordam beradi. Keyingi darsda ko'rishguncha. Rahmat.